Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, mana dekorativ tovuq bozoriga kelganman. Hozir bundan oldingi videomda uzilib qoldi. Ammo uzr, videoni bir boshdan tushuntirib boshlayotgandim. Telefon kelib qolib uzilib qoldi videoyim. Mana hozir juda hozir dekorativ tovuq bozorini kindigidan boshladim men. Bundan oldingi videoni kanalga o'tib ko'rib olaverasizlar. Assalomu alaykum Azbek TV kanali ishqibozlari. Mana bugun yana sizlar bilan video ko'rishib turibmiz. Bugun 15-mart Ramazon oyining 25-kuni. Hammalaringizni shu ro'zani sabr batorida kutayotganlaringiz uchun tashakkurlar aytamiz. Yana biz bozordamiz, mana sizlar xizmatlaringizdamiz. O'zimizning mahsulotlarni taklif qilamiz. Eng avvalo mana beminnat xizmatini qilayotgan Azbekni o'ziga juda katta rahmat aytamiz, chunki o'zining vaqtini sarflab kelayotgan uchun rahmat shu bolaga. Ish rivojini bersin, marhamat. Mana laki fillerlarimiz tuxumda. Laki fillerlar. Hop. 950 ming so'm. 950 ming uchtasi. Tayyor oila. Mana cho'ynaklarimiz birga 3, karlik cho'ynak. 800 ming. 800 ming. Splash bantamlarimiz mana 550 ming. 550 ming. Uxoylarimiz 275 ming. 275 ming. Gamburgimiz 150 ming. 150 ming. Mana yana cho'ynaklarimiz mana 550 ming. Juda tozasidan ekan bular. Mana gallankalarimiz mana kukushkasi 350 ming, xo'roz 450 ming. Avstralop makiyol bu. Avstralop 350 ming. Mana Phoenix. Juda tozalari, Phoenixlar, diki Phoenixlarimiz bular 900 ming. 900 ming uchtasi. Gamburglar zo'r bular ham 900 ming. 900 ming uchtasi. Eski urg'i yaponchalarimiz mana 200 mingdan 300 minggacha bor donasi. 200 mingdan 300 minggacha. Gamburglar 600 ming. Jupa 600 ming. Bantamlarimiz makiyollar 800 ming. 800 ming. Mana gallankalarimiz tuxumda, bolalarni ham ochirdik. 1 million deyapmiz hozir. 1 million. 1 million deyapmiz mana. Bu bedana? Rasmiy bedanalarimiz 150 mingdan donasi juda ham mana. Mana Mekion 3 pul. 350 mingdan shabola tozasi. 350 ming. Hurmatli ishqibozlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha o'zimizning mahsulotlarimizni ko'rsatdik. Agar qiziqtirgan bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz. Kreator qana turishimiz. Aloqa telefonlarimiz 90lik. Nizom aka hazillashyaptilar. Nizom aka. Telefonlarimiz 90lik 301 92 78. Doim xizmatlaringizda aloqaga chiqaverasizlar. Ustamizda hech kim oldamaganlar to'xtacha. Xohlasa. Kelaverasizlar, ha? Ha, gap yo'q. Bu bola ham beminnat xizmatlaringizda doim. Gap yo'q. Bozorlarni bersin. Siz nomeringizni aytmadingiz-ku, shef? Men telefon ishlatmayli. Ha. 91 115 82 12. 82 Yaxshi. Bozorlarni bersin. Bular nech puldan ekan aka? Sprite 3tasi 1 million kami bor deyapti. 1 million kami bor 350 mingdan. Karlik Mana Babtel bor 300 ming. Babtel. Bular nech pul? 800 ming deyapti. Zo'r ekan aka. Telefon nomer qoldiramizmi? Hozir. 94lik 94lik 380 95 94. 380 95 94 mana. Bedana. Koreyskiy tozalar akalar. Loqaga chiqaverasiz. Bu nima ham tuxum aka? Kuchli emas. Mana nima ham tuxumi? Bilmadim. Bentam. Yaxshi. Bular nech puldan? Qo'yilmi? 150 ming deyapti. 250 ming so'mdan. Proda qancha ekan? Bozorimizda bloger ham ko'payib ketdi. U domlani yana gapirtiraman deyapti ana. Hurmatli obunachilar. Juda Avstralop. Bu jersmi bu? Nech puldan? Nech puldan? Yaxshi. Tovuqlar juda ko'payib ketibmiz. Ani filika berasizlar. O bramalar nech puldan, shef? Yosh bo'ladi. Ha, bo'ldi, hop. Assortiment ko'p-ku, ha? Ha, bozoringiz bersin.
O pulim o'tirik chiqibdi, so'raychi narxini. Aka nechi puldan ekan bular? 600 mingdan. Avstraliyalik qancha? 500 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bular nechi puldan? Hammasi nima? 4 ta mekon bitta qurib. 4 ta mekon. Zo'r, yaxshi, bozoringiz bersin. Bentamlar nechi pul ekan bular? 400 ming jupi. Yaxshi. Keling, omadingizda sinab ko'ring. Karlik qanchadan ekan? Assalomu alaykum hurmatli yo'ldoshlar. Bittasi 650 ming. Tuxumdan ekan? 10 ming so'm evaziga turmushni Bozoringiz bersin. Kefay, Rustam, Pech, Kolonkalar va Shahzodalar qanchadan? hamda turli sovrinlar o'ynab. 250 ekanmi? Keling, omadingizda Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, juda bozor avjida. Erta bahorda juda bozor avjida bo'ladi. Nechi puldan ekan bular? 120 ming so'm. 120 ming. Bular nechi puldan ekan endi? Egasi yo'qmi? Egasi bormi? Mana egasi aka. Ha, mana olmaymi? Ha, bo'ldi. 300 ming mekon, ana qo'yapman. Ha. Ana karlik 150, shabol 200 ming ekan. 200 ming. Yaxshi. Bular qanchadan? Hop, mana gallarlar 400 ming. Ha, gallant. 200 ming. Karaslar 600 ming. Ha, bu jub bular. 600 ming. Bu ham sizdanmi? Yaxshi. Bular nechi puldan? 10 metr setka sizmi? 300 ming jupi. Bu koreyskilar nechi puldan ekan, shep? 250 dollar. Hammasi 350, 250. Bu nechi pul choynak? 250 ming. 250 ming. Ma'nolar ham sizdanmi? Bular nechi pul? 300 ming ekan. 300 ming. Buchi? Вообще zo'r ekan mana shu. 250 ming. 800 ming. 800 ming. Telefon nomerini qoldiramizmi? 94 303 76. Domla tovus sizdanmi? Nechi pul u narx? 200 dollar jupi. Jupimi? Arzonlab ketibdimi? Telefon nomer berasizmi? 99 393 necha? 61 58. Aloqaga chiqaverasizlar. Tovus kerak deganlarga bunaqadan ko'p. 200 dollar aka. Bu gallandlar qanchadan ekan? Gallarlar 250 mingdan. 250. Yaponlar qanchadan? Qo'shama 30 ming so'm. Ha. Karislar yaksariga 200 mingdan, ikkita mekon bitta qurib. Bu ham sizdanmi? Ya, onasidan. Ha, soch. Koreyski 400 ming so'm kam bor. Sibrat xurosh 200 ming so'm. Serama nechi Ha, pul? 600 ming so'm. 600 ming so'm. Nima bor? Diki bentam mekon bor. Mana diki bentam. Ha. 350 ming kami bor. Telefon nomer qoldiraylik. 94 94 118 118 78 72. 78 72. Bo'y turidan topib beraverasiz so'rashganga. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Vaqt o'tgan sari sinadi bo'lmasam kiyinroq. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Rahmat, omon bo'ling. O, mo'jiqlama, tuxumlamaydigan bo'lib qoladi jiyanim. Nechi pul ekan bu? Bilmasam. Senikimi? Telefonniki u. Ha, yaxshi. Das meni yo'qotib qo'ymagin jiyanim. Bir ikki yil nechi pul ekan? Jupi? 600 ming kam bor. 600 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Ikkita mekon bitta xurozmi? Yo'q, bu yerda ikkita xuroz, ikkita to'q. Nechi puldan ekan karlik? 3 ta to'q, bitta xurozda olsangiz ham 400 ming. Jupi 400 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bentamlar nechi puldan ekan? 2 million mana shu bitta oila. Bu nechi pul? 800 ming.
Bular nech puldan? 600 ming. Yaxshi, yaxshi, bozoringiz bersin. Koreyskiy nech pul? 250 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bular nech puldan ekan? Jupa 600 mingmi? Bular shabomi? Ha, shabo. Nech puldan? 800 ming so'm. 800 ming so'm. Bitta tovuq. Pul pula. Bentamlar nech puldan? Bundan 1 million. 1 million. Yaxshi, jupa 1 million. Bular oddiyroq. Ko'shamu qancha? Ko'shamu 700 ming so'm. 700 ming so'm. Bentam nech puldan? Jupa. Komplet 700 ming. Komplet 700 ming. Serami nech pul ekan? 1 million qash. Mana shu bitta oila-ya? Ha, bitta oila. Arzon aytyapsizmi? Yaxshi, yaxshi. Bozoringiz bersin. Bu sholk nech pul bu jupa? 400 ming. 400 ming. Qaras. Bentamlar nech pul ekan? 1 million. Jupa? Voy, juda kichkina ekanmi? Ajoyib. 1 million. Yaxshi, yaxshi. Bu sibraytlar nech pul? Jupa 500 ming. Jupa 500 ming. Bentamlar nech pul? 800 ming işte. 800 ming ushtasi. Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu bentamlar nech pul ekan? Qanchaga sotildi? Jupa? Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu qo'yilmi? Ha. Nech puldan jo'jalar? 100 ming. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Zo'r. Shunday qilib bozor mana bozorda boshlanishini olgandim. Telefon kelib qolib, uzilib qoldi. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Mana endi Dakan bozorini obzor qilaman. Bundan keyingi videolarni kanalga o'tib ko'rib olaverasizlar bemalol. Manzil Namanganda, faqat yakshanba kuni bo'ladi bu bozor.